Keyingi filtrni ko'rib chiqamiz. Keyingi filtr bizda aynan ma'lum bir sanada qo'yishimiz mumkin. Ya'ni biz o'zimiz xohlagan ma'lum bir sanani tanlashimiz mumkin va o'sha sana bilan unga biz do'st yuborishimiz mumkin. Deylik, bizda hozir ertaga 18-aprel soat 20:00 da bizga webinar boshlanadi bizda va ushbu webinarga biz odamlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni endi nima bo'ladi? Agar foydalanuvchi soat ro'ppa-rosa 20:00 ga kelsa, ya'ni shu vaqt ichida knopkani bossa, to'ch, ya'ni teng shu vaqtni bossa, ya'ni 19:57 ni bossa, ha degan sepochkani oladi. Agar undan keyin 20 hatto deylik hozir 19:57 bo'lsa, 19:58 bo'lsa ham уже qabul qilmaydi. Chunki bu yerda nima turibdi? Tenglik belgisi turibdi. Ya'ni 100% teng bo'lishi kerak. Agar bu belgini qo'yadigan bo'lsak, bizni foydalanuvchilarimiz уже 18-chislodan keyin ham qo'shilishi mumkin. Ya'ni dostуп berish imkoniyatlari bor bu yerda. Ya'ni deylik 18-chislodan keyin 19:57 dan so'ng hamma biz xohlagan narsani kirib olish mumkin. Ya'ni nimagadir start berishimiz mumkin. Ya'ni nimadir berish uchun chegirmaga start berib yuborishimiz mumkin. Va bu chegirma knopkasi shu vaqtgacha ishlamaydi. Agar biz 18-aprelgacha to'lovlarni qabul qilishni xohlasak yoki webinarga shu chislogacha kirishni xohlasak, bu belgini qo'yamiz. Ya'ni 18-aprelgacha kirishi mumkin bo'ladi va 18-apreldan tenglashsa va o'tsa, mana tenglik belgisi nima qiladi? Tenglik belgisi 18-apreldan keyin yoki o'sha vaqt ichida, ya'ni kimdir ro'ppa-rosa shu vaqtni o'zida kirib qolgan bo'lsa, уже qo'shib yuboradi. Va yoki 18-aprelgacha kirishi kerak bo'lsa, bu belgi qo'yiladi. Ya'ni katta kichik belgisi. Buni menimcha bilsangizlar kerak. Bu belgi esa barcha usloviyalarni rad etadi. Ya'ni buni qo'yib ishlatib qo'ysangiz, u noto'g'ri bo'lsa ham to'g'riga o'tkazib yuboradi. Bu уже shart emas degan. Ya'ni mana bu chislodan, deylik, bugungi chislodan o'tib ketgan bo'lsa ham qo'shaveradi, o'tib ketmagan bo'lsa ham qo'shib ketaveradi. Ya'ni hammasiga to'g'ri javobni beradi. Odatda buni ko'pchilik ishlatmaydi, lekin qo'shib qo'yganmiz. Qayerdadir bloklarni o'chirish kerak emas, blokda turish kerak va qachondir yana ishlatish uchun va o'chirishni o'rniga mana bu blokni qo'yib qo'ysangiz, bu blok o'chirish shart emas, to'g'ridan-to'g'ri ishlab ketaveradi. Ya'ni liniya buzilishini xohlamaydiganlar uchun buni qilib qo'yganmiz. Endi keyingi shartlardan biriga o'tadigan bo'lsak, bu biz qo'ygan vaqt doim bir xil vaqtga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni 19:57 qo'ydikmi, har kuni 19:57 gacha biz qabul qilamiz va 19:57 dan keyin qabul qilmaymiz. Bu ko'pincha sartarosh, salonlar yoki masalan xizmat ko'rsatuvchi bizneslarga to'g'ri keladi. Deylik, soat 20:00 gacha joy bron qilish qabul qilinadi va undan keyin qabul qilinmaydi. Ya'ni teng bo'lishi kerak. Yoki masalan faqatgina kechasi 20:00 dan qabul ochiladi. Ya'ni aniq bir vaqtni belgilab qo'yamiz va shu vaqtda doim ishlaydi. Va undan keyin ishlamaydi yoki ishlaydi. Xuddi shunday ishlab ketaveradi. Bu yerda faqat soat bilan belgilanadi vaqtimiz. Endi keyingi filtrlardan bittasi bu hafta kunlarida. Ya'ni biz qaysidir hafta kunlari faqatgina qabul qiladigan bo'lsak, o'sha hafta kunlarini belgilab qo'yamiz va o'sha hafta kunlariga qabul ochiladi yoki yopiladi. Deylik, mana har doim biz dushanba, chorshanba, shanba kunlari qabul ochamiz va kimlardir dushanba, chorshanba, shanba kunlari botimizga kirib start tugmasini bossa, o'sha kunlar bu blok ishlaydi, bo'lmasa boshqa kunlar ishlamaydi. Keling, hozir uni tekshirib ko'ramiz. Mana bugun hafta kuni belgiladik. Mana hozir dushanba, chorshanba, shanba kuni belgiladik. Bugun payshanba. Mana payshanba o'chirib qo'yganman, lekin chorshanba turibdi. Keling tekshirib ko'ramiz. Mana startni bosamiz. Tekst yozdik. Mana noto'g'ri dedi. Chunki bugun payshanba ishlamadi. Endi o'chiramiz va payshanba kunini ham belgilaymiz. Mana payshanba kunini belgiladik, saqlanib bo'ldi. Endi startni bosamiz. Mana bugun payshanba-ku, endi start bosak, mana to'g'ri deb keldi. Ya'ni botimiz dushanba, chorshanba, payshanba va shanba kunlari faqat botni ishlatadi. Boshqa kunlar ishlamaydi. Qabullardan qabul qilishingiz mumkin. Yakshanba kunlari qabul qilmasligingiz mumkin. Kimgadir bu narsalar to'g'ri kelib qolishi mumkin.